Eskidan Xitoy mahsulotlari sifatsiz degan narsaga o'rganib qolganmiz, lekin zamonlar o'tib Xitoy o'zini dunyodagi eng sifatli ishlab chiqaruvchi, eng sifatli quruvchi sifatida isbotlab kelyapti. Biz hozir Yunusobodda joylashgan Haytown nastroykasidamiz. Bu nastroykani xitoyliklar qurgan. Boya gapimni aytayotganimiz sababi biz bu yerda hozir planirovkasini boshlaganmiz, ya'ni demontaj ishlarini boshlaganmiz. Demontaj qiladigan ustalarimiz kelishdi. Ko'rayotganlaringdek gazoblok bo'lgan joylarimizni ochganmiz. Bizda odatda gazoblok terganda o'zini steklovolokonniy setkasi bo'ladi. O'shani har ikki qatorda tashashadi. Lekin bu yerda xitoyliklar ko'rayotganlaringdek 12 lik armatura tashashgan. Har ikki qatorda 12 lik armatura, eniga 14-16 lik armaturalar ham tashashgan. Hozir bu yerda demontaj qilingan. Oddiy gazoblok devorlari ham juda ham mustahkamda, o'rganinglarda xuddi betonga o'xshab turadi. Bundan tashqari tartsovoy devorlari, tashqariga qaragan har bitta devorlari juda ham qalin 70 santimetrlik devorlar tashashgan. Bu kvartiramiz 95 kvadrat bo'lib, 4 xonadan iborat. Hozirda planirovka ishlari bitdi, dizayn interyer ishlari ham bitdi. Bundan buyog'iga remontini boshlab, podключ topshiramiz. Tafsilotlarni o'tkazib olmaslik uchun bizlarni kuzatib boring.